Bu loyiha Asaka Bank Andijon BXM hamkorligida Qo'rg'ontepa tumani Yuksalish MFYda 3 ta konturda, bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka mahsulotlari ekilgan. Yer maydoni hajmi 10 gektardan iborat. Jam uzunligi, enini uzunligi 200 metrdan iborat, bo'yni uzunligi 500 metrdan iborat. Bu yerda ekin zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekin unib chiqish jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Bu yerda sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 77 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 15 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida bu yerga lider tadbirkor Bilimjon Agro biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan o'rtacha 18 tonna, jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur hosil yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadi yanada oshirib boriladi.